Oyjon, yana bir bor tabriklayman sizni. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. O'g'lingiz aytgandilar. Arzimasa ham mana shu sovg'ani olgandim sizga. Kelgusi yil Xudo xohlasa, bundan ham yaxshisini olib beramiz. Rahmat. Ha, oyimga sovg'a beryapsanmi? Qayerdan olding? Iya. Ertalab o'zing olib kelib berding-ku. Oyijon, bu nima deganingiz? Nima, men merovmanmi? Hech narsani tushunmasam. Qachongacha bu kambag'al xotiningni ketini yopasan? Ey, nima deyapsan? O'ylab gapir. Har baloni gapiraverasanmi? Nima? Men bilmaymanmi? Jim bo'l deysiz. Onasi ko'rmanaga brilliant beribdi. Otangni nechchiligi, bo'zchiligi. Qaysi puliga olgan u brilliantni? Qilasanmi, yo'qmi? Tavba. Uni ham o'g'lingiz olib berdi-ku. O'g'lingizga ular soliq solgan. Onang uchun qilasan, olib bergin deb. Oyjon, Oyjonlamang, qo'ying. Farishtamassiz. Xonangizga emas, onangiznikiga keting. Ana, darvoza ochiq. Ahmoq. Tilim bor deb sayraverasanmi? Ey, qachon senga aql kiradi o'zi? O'lsammi? Iya. O'lsam aql kiradimi? oyjon, baribir kambag'alligimizni yuzimizga solishdi. Siz aytgandingiz, hammasi yaxshi bo'ladi deb.